O'zingiz o'rgating, hammasi sekret deyaptilar. Хорошо, men sekret degan bu narsa mana kitob turibdi oldimda. Mana shu Ibn Sinoning kitob. Bobomizda o'sha 82-yil chiqqan kitob. Buni o'ylamaylik, bu kitob avvalambor yarmi emas, 85% angliyada turibdi. Bu qolib ketgan kitob hisoblanadi. Buni ichida men sizlarga o'qib berib, hozir yetishimiga mana bunday qilasan, 10 gram, 100 gram, hop, buni ta'siri. Hop, oddiy buni yetib berganimda ham yaqinda bo'lyaptiki, o'zimizda mana 2 hafta bo'ldi. 2 hafta bo'lyapti. Men odamlarga aytaman, har bitta narsani berayotganda, "Yo, baraka topgur." Yozib qo'lim ham og'rib ketdi. Yozib bering deyapti. 200 ml deyapman. Nima u ml deyapti? Ha, bir stakan yo'qda kosa deyapman oxiri. Ml bilmayapti odamlar. Bo'lib suv bilan ichasiz deyapman. Shoshib biladi, ular bitta choy qoshiqni shatta og'ziga solib, shunday chiqib ketayotgan 10 qadam yurgan. Boshi aylanib, mana bunaqa qilib, keyin yozishadi. Boshim aylanib ketdi, yesam deyapti. Nima qildi, qanaqa yedi desa, shuni qurib o'zi. Men shunaqa dedim, yo'q, bu bo'lsa kerak dedi. Bu berilayotgan narsani sizlar o'ylayapsizlarki, shu sizlarning onginglar, fikringlar shu kapelnitsaga yoki ukolga bo'lib qolgansiz. Yo'q. Bu juda ham kuchli narsa. O'ylamaylar bu, nima beryapsiz, axir nima bo'ladi, bu deb ketishyapti. 15 minut boshi aylanib o'tirgan o'shan bir choy qoshiqga.